Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 19 fevral kechda Sin orqali Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashgan va so'z qilgan. Wang Yi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Sharqi Turkistonni o'z ichiga olgan ziyoratini qarshi oladiganligini, lekin buning tekshirish maqsadida bo'lmasligi kerakligini aytgan. Amerika Davlat bexatarlik maslahatchisi Jackie Sullivan Amerika Rossiyaning Ukrainaga intayin zo'ravon tajovuz qilishga tayyorlik qilayotganligiga ishonadi dedi. Yana bir tarafdan Angliya bosh ministri Boris Johnsonning bayonotchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilish planining allaqachon boshlanganligini aytdi. Qatarning amiri Tamim bin Hamad Al-Sani poytaxt Dohada rasmiy ziyoratda bo'layotgan Eron prezidenti Ibrohim Raisi bilan ko'rishdi. Prezidentning ziyorati doirasida ikki davlat aviatsiya, savdo, dengizda yo'l boshlash, inson vositalari, viza bekor qilish, energiya, madaniyat va ma'arif qatorliq sohalarda 14 hamkorlik kelishimi imzolandi. Bu yil 1-oyning 5-ida Qozog'istonda yuz bergan voqealardan keyin vazifasidan ilib tashlangan sobiq davlat mudofaa ministri Murat Bektanovning nazarband qilinganligi e'lon qilindi. Xitoy Tayvanga qurol setishni bahona qilib, Amerika mudofaa sanoati shirkati Lockheed Martin va Raytheon texnikasini jazo tizimiga kirgizganligini e'lon qildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin axborot e'lon qilish yig'inida Amerika tarafining 7 fevral e'lon qilgan Tayvanga $100 million qurol setishining Xitoyning bexatarligi, Xitoy-Amerika munosabati va Tayvan bo'g'zining tinchligi va muqimligiga ziyon soladiganligini ta'kidladi. Wang jazolarning bunga qarshi tadbir sifatida qo'llanilganligini aytdi. Kreml bayonotchisi Dmitriy Peskov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning bir kunlik qatim ko'rishganligini e'lon qildi. Bayonotchi Peskov ikki davlat rahbarlarining Ukrainaning vaziyatini davomli suhbatlashadiganligini aytdi. Italiyaning Canberrada turishliq bosh elchisi Francesca Tardioli dam olish uchun kelgan yurtidagi turalg'usining balkonidan yiqilib qazo qilgan. Egilanishicha 57 yoshli Tardioli 2019 yili 9 oydan boshlab Italiyaning Canberrada turishliq bosh elchisi bo'lgan.